ket mamlakatga o'zi ko'rib oldim. Men ulardan foyda ko'rmayman, sizlardan foyda ko'raman. Ammo sizlar o'rgansanglar, men juda xursand bo'lay. Sababi mana shunday oltinlarni qo'llaringizga olishni xohlayman mana. Menga nima kerak bu? Aytaman ketaman. Bu sababi hammadan qolib ketadigan narsa. Bu meros bo'lib ketadi bu. Qo'lma-qo'l. Urug'ingizni, mana bolangizni, mana shuni ketaveradi. Nevarangizni, chevarangizni deganday hammadan qolib ketadigan narsa bu. Shu o'rniga xalqimga foyda bo'lsin, shu foyda qilsin deyman-da. Ana shu rohatini bilgan odam qadriga yetadi. Hozir sizlarga mana shu yaxshi qaynasa, mana men ko'p qattiq yopganim yo'q, mana hali. Hali ozgina bor, qizishiga. Xudo xolasa qiziydi. Xudo xolasa qiziydi. Yaxshi qizigan yo'qda, endi qiziyapti. Xudo xolasa qizsin qani. Qizigandan keyin jilikni ko'pirib chaylaymiz, ozgina pastga botamiz. Botgandan keyin o'zi buni berga beradi. Unisini ham sizlarga ko'rsatib beraman. Erishsa ham, mana unga erishsa ham nima qilayotganimni sizlarga ko'rsatib beraman. Men Xudodan yo'shintirmaganman, xalqimdan ham yo'shintirmayman. Sizlarning o'zlaringiz foydalarini ish qilaman xalqim. Keyin Abdullah mana bunday bakalashkaga bu vodoprovodda suv emas, yana ham tushuntiray. Gazovoy suv emas, filtrli suv, begaz suv bu. Tushunibsizmi? Ana shunaqa qilib taxlaysizlar o'zlaringizga. Albatta shu narsa kerak bo'ladi. Mayli, ikkinchisini ham olib qo'yaman. Yaxshi qizsa, buni ikkinchisini ham qo'yib beraman sizlarga. Qizsa, taxya beraman.